Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31-may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qildi. Hozirgi muborak kunlarda yurtdoshlarimiz haj ziyorati uchun Makka Mukarramada bo'lib turishibdi. Davlatimiz rahbari ular uchun yaratilgan sharoitlar, nuroniylarning salomatligi va kayfiyati haqida so'radi. Muftiy hazratlari haj amallarini sidqidildan mukammal ado etish uchun barcha tashkiliy choralar ko'rilganini ta'kidladilar. Ayni paytda 15 ming nafar hojilarimiz barchasi Saudiya Arabistoniga yetib borgan. Ularga 300 dan oshiq guruh rahbari, 50 nafar oliy toifali shifokor, 10 dan ziyod oshpazlar va boshqa mutaxassislar hamrohlik qilmoqda. Bu yil O'zbekiston tomonidan muvofiq talablarga muvofiq Arafot hududida chodirlar yopiq tarzda barpo etildi. Ularning atrofi issiq o'tkazmaydigan panellar bilan o'ralgan. Sovutish tizimi o'rnatilgan, gilam va to'shaklar solingan. Bu hozirgi yoz kunlarida ziyoratchilarga qo'shimcha qulaylik yaratadi. Bir so'z bilan aytganda, bu yilgi haj mavsumiga yanada yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilib, barcha zarur sharoitlar hozirlandi. Bundan qalbida shukronalik hissi jo'sh urgan yurtdoshlarimiz muqaddas joylarga turib yaratgandan mamlakatimiz tinchligi, xalqimiz farovonligini so'rab duolar qilmoqda. Muftiy Nuriddin Xoliqnazar prezidentimizga ulug' ibodat fayzi bilan yurgan hojilarimizning salomi va duolarini yetkazdi. Davlatimiz rahbari barcha ziyoratchilarga salom yo'llab, yurtimizga sog'-omon kelishlarini tiladi. Suhbat samimiy va ko'tarinki ruhda o'tdi. Muhtaram hojilar O'zbekistonga qaytgach, mahallalarda ijtimoiy muhitni mustahkamlash, ehtiyojmand insonlarga ko'mak berish, yoshlarni ilm ma'rifatga targ'ib etishda namuna ko'rsatishlariga umid bildiriladi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.